Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan eng ommaviy, eng global mavzuga aylangan kechagi o'yinlar bo'yicha gaplashib o'tamiz. Ya'ni birinchi bo'lib kechagi o'yinni ko'rgan bo'lsanglar, juda zo'r o'yin ko'rsatdi va penaltidan gol urdi. Ronaldo uslubida nishonladi. Aytib o'tish joizki, Ronaldoning rekordini takrorladi. Sizlarning fikrlar qanday? Mbappe hozir ham Ronaldo bilan aloqasi qanday? Hozir ham o'zini o'sha Ronaldoning muxlisi sifatida ko'radimi? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariya yozib qoldiringlar. Albatta keyingi gapiradigan inson hamma bilsa kerak, bu Haaland. Mbappe bilan hozirda majoziy ma'noda qarama qarshi, ya'ni u boshqa ligada, bu boshqa ligada. Balki vaqtlar o'tib ikkalasi bitta ligada o'ynab qolar, qaysidir bittasi Ispaniya, qaysidir bittasi Angliyaga o'tsa, to'qnashuvni ko'rarmiz. Haaland kechagi o'yinda Ronaldoning rekordini yangiladi. Mbappe esa o'sha aytganimizdek rekordini takrorladi Ispaniyada. Angliyada bo'lsa Haaland yangiladi. Adashmasam 104 o'yinda o'ynab Ronaldodan bir baravar kam o'yin o'tkazgan, ya'ni Ronaldo 200 dan oshiq o'yin o'tkazib o'sha rekord yangilagan bo'lsa, rekord o'rnatgan bo'lsa, Haaland bo'lsa o'shadan yarmi, ya'ni 104 o'yinda ishtirok etib rekordini yangilab bo'ldi. Bu juda ham zo'r natija. Lekin har ikkalasi ham Ronaldoning muxlisi, yoshligidan Ronaldoga havas qilgan bo'lsa ajab emas. Albatta bizni kuzatib boring. Bunga o'xshagan yana yaxshi xabarlarni Xudo xolasa berib borishga harakat qilaman. Sizlarga qanday chempionatlar, qanday o'yinlar, qaysi insonlar haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, nimalarga qiziqishinglar, qaysi futbol komandalari sizga yoqishini kommentariya yozib qoldiringlar, obuna bo'linglar, like bosinglar. Shuncha ketkazayotgan vaqtinglar uchun rozi bo'lib qo'yasizlar. Ishlaringizga omad, har doim sog' salomat bo'linglar.